kechirguvchilar. Kimgadir bilmasdan ozor berganman, yoki amalimda yoki tilimda. Kimnidir bilmasdan yomon deganman, balki yomonligim tugib dilimda. Bugun chin dilimdan so'rayman uzr. Kechiring hislatim yomon ko'rganlar. Dilga ozor berish biram behuzur, af eting islomdan bunyod bo'lganlar. Balki jerkiganman, zarda qilganman, balki so'zingizni olganman malol. Kesatib salgina bag'ir tilganman, balki yetkazganman ko'ngilga savol. Islomdaginalar turmaydi uzoq, birinchi kechirgan begunoh bo'lar, yoki shart yoriling solmasdan qovoq, tushunmovchiliklar birpasda o'lar. Men uzr so'radim, kechirish sizdan. Arzimas narsaga uzoqlashmaylik, yaxshilik, muruvvat qoladi bizdan, imkoniyat bizga faqat bir oylik. Shu oyda sabringiz sinalar shaksiz. So'zingiz tiyilsin, ko'zlar tiyilsin. Musulmon birodar hamisha xavfsiz, yog'ilgan savoblar doim buyursin. Ikki yelkam uzra, ikki farishtam. Tavbada gunohni o'chirguvchilar, jannatda yaxshilar bo'lar jamul jam. Siz ham jannatiysiz, kechirguvchilar.